Rahmat. G'olibamiz bo'ldilar. Bu safar 100% grant sohibasi bo'ldilar. Yutuqlar bilan tabriklayman. Allohim ilmlarini ziyoda qilsin. Rahmat. Har doim bugun juda ham ko'p ota-onalar havas qilishdi qizingizga, sizni o'rningizda bo'lishni xohlashdi. Har doim shunaqa yuzingizni yorug' qiladigan, eng bilimi, ilmi bilan dunyolarni zabt etadigan qiz bo'lsin inshaalloh. Ikki dunyo saodatiga, manfaatiga nasib qilsin. Boshqacha bitta natija chiqdi. She'r desak, she'r aytib berdilar. Nima deydi? Ingliz tili bo'lsa, ingliz tili, matematika bo'lsa, matematika. Bunaqa yutuq albatta taqdirlanishi kerak. Shuning uchun 100% sohibasi bo'ldilar. Mutlaqo bepul o'qish imkoniyatini bermoqchimiz qizingiz uchun maktabimizda. Va Elifga meni o'zim ham bitta sovg'am bor edi. Mana shu narsa sizga mendan sovg'a bo'ladi, xudo xolasa. Rahmat. Shunaqa, nima qilamiz endi? Qanaqalar, qayerdasizlar, qaysi maktabdasizlar? Eslaysizmi, o'tgan yili 50% chegirma oluvdi. Ha, eslayman. O'zi Elif deganda, voy, o'tgan safar ham qatnashuvdingiz deb so'radim-da, necha foiz desam, o'tgan safar yarim edi deb aytdilar. 50% chegirma edi, 100% chegirma bo'ldi. Ro'yxatdan kim o'tdi? O'zim. Shirinib. Keyin o'tdi. O'zi Instagramda anaqa qildi. Instagramda ko'rding, "Yo'q, o'tsam maylimi?" dedi. Shu maktabda o'qish xohlaylarmi? Xohlaysizmi shu maktabda o'qishni? Ha, eng zo'ri bo'lasiz, xudo xolasa. Nimaga unaqa deyapman? Bu yerda 100% grant bir o'quv yili uchun agar zo'r davom etsalar, keyingi ham davom etadigan qilib o'qish niyatlarida umumiy shu harakat, shu natija davomli bo'lishini xohlayman. Bizani Ixlos maktabimizni eng iqtidorli yulduzchalari bo'lib, haqiqatda berilgan bu ishonchni to'laqonli oqlaydilar deb ishonaman inshaalloh. Inshaalloh. Shunaqa? Mashalloh. Bo'lmasa hozir shartnoma qilamiz. Qaysi maktabda? Maktab davlat maktabimi? Davlat maktabimi? Qaysi maktab? 88-maktab. Bu yoqdagi 88 qo'shimchalarga boradilarmi? Qo'shimcha faqat matematikaga boryapti. To'g'risi, o'tgan yil ingliz tiliga, matematikaga ham borgan. Bu yil ozgina adasini imkoni bo'lmadi. Keyin faqat matematikaga, ingliz tiliga to'xtatdik. Ingliz tili bo'lmadi. Faqat matematikaga boradi. Hozir faqat matematikani davom ettiryaptilar. Ingliz tili o'zimizda mahallada maktabda dars beradi. Oddiy o'qituvchilar rosa yaxshi. O'sha kishiga boradi. Zo'r. Ingliz tilida o'zida qiziqishi bor bu. Misol uchun bu yil ham bormadi. O'tgan yil men litseyga, sexxozdagi litseyda o'qituvchisi hamma abituriyentlar ichida o'tirgan, faqat buni. Olib borganimizda birinchi imtihon qilaman dedi, chunki kichkinalar bilan shug'ullanmayman, men faqat kattalar bilan anaqa qilaman dedi. Imtihon qilib oldida, bo'ldi, kattalar bilan o'tiradi, faqat abituriyentlar ichida bitta o'zi o'tirgan. Rosa yaxshi bo'lgan, o'sha vaqtda anaqasi ham, ustozi ham. Endi imkoni bo'lmadi, bu yil olib qolishga to'g'ri kelib qoldi, keyin ingliz tilidan qoldirdik. Nechinchi farzandingiz? Birinchi farzandingiz? Nechta farzandingiz? Ikkita. Ikkita qizingiz, o'g'lingizlar. Bundan keyin o'g'lim bor. O'zingiz qayerda turasiz? Mana shu anaqada Averi oldida turamiz. Averi yonida turasizlar. Har doim o'tib ketasizlar. Har doim o'tib ketamiz. Har doim joydan o'tib ketamiz. O'zimiznikidek bo'lgan maktab. O'shada oldingdan qancha qadri yo'q deb shuni aytadi. O'tib bu anaqa bo'lganda. No 88da endi sizlar qo'shimchaga borasiz. 88dan o'quvchilar kelgan menga. Bunaqa natija ko'rsatishmagan lekin. Bor 88dan olgan o'quvchilarimiz demoqchiman-da. Bu o'zi prezident maktabiga tarbiyali ko'rganlar. Xatolik to'g'risi o'zimizda bo'lgan. Sababi o'qituvchini to'g'ri tanlolmadik desam ham men to'g'ri bo'lmaydi. Prosta ozgina vaqt kursga bordi bu. May oyidan o'sha topshiradigan yili may oyidan ofitsialni qo'yganmiz. Matematikasiga ham, ingliz tilisiga ham. Ingliz tilida to'g'ri tanlov qildik. Matematikasida adamiz o'zimiz tomonidan o'qituvchiga mayli shunga qo'ya qolaylik deb qo'ydilar. Faqat unda mantiqiy anaqalardan shug'ullanmagan, oddiy matematikani anaqigan. O'shanda ham lekin saralash bosqichidan zo'r ball bilan o'tgan. 84 ball bilan o'tgan. 90
89 oldim. Yo'da. Saralashdan. Keyin asosiy bosqichdan o'tolmadi. Ikkinchisidan. Ingliz tilisi ham ko'rsatkichi yaxshi, faqat mantiqiy tanqidiylardan bali past chiqqan. Hozir nechinchi sinflar? 6. 6lar, o'tgan yilgi 5lar. O'tgan yilgi 5. 6A ga to'g'ri keladi. Ha? 6A A guruhimizga to'g'ri keladi-da. Ularda ham prezidentskida o'qiganlar bor. To есть davom etishadi. O'zi bunaqa tayinlanish erta-yu kech misol yechishdan bo'ladi-da. Ha, erta-yu kech misol yechishganmi? Prezidentga tayinlanayotganda? Kamroq vaqt qo'yganmiz. O'sha oldinroq harakat qilganmiz. Necha oyda? To'g'risi. Matematikasini 1 yil oshiqlar borgan, mahallada borgan o'shanda. Keyin may oyidan o'quv sentriga olganmiz, Qorako'l joyga olganmiz, Chorsuvdagi. May, iyun, iyul. 3 oy tayyorlaganda. Lekin o'shanda ham natijasi yaxshi bo'lgan. Faqat to'g'risi o'zimizda bolani to'g'rini qila olmaganmiz-da. Adasa men qo'yish shart emas, kerak emas, qila oladi, bu qiz bolaga dedilar. Baribir o'zini mutaxassislari bilan ishlash kerak ekanda. Oddiy baribir oddiy mahallada yetarlicha ololmagan-da. Lekin ingliz tilisi yaxshi edi, Qorako'lda ham. Birdaniga misol uchun may oyi boshidan borgan bo'lsa, o'qituvchisi ham anaqa zo'r. Faqat sizlarda kamchilik kech olib keldinglar. Chunki programmalarimiz biz уже tugatib bo'ldik. Buning uchun men alohida o'tolmayman. Vaqt kam. Qolgan? Yo'q, xayrlisi. Buxorolik. Buxorolik Qorako'l. Xayrlisi, ya'ni aytilgandek, bilim har doim o'z natijasini olib keladi. Bilim prezident maktabiga kira olmasak ham olib keladi. Ya'ni bilim o'zimizda qoladi. Yonida qoladi. To'g'rimi? Yonida qoladi. Har doim o'zini chiroyli natijasini olib keladi. Shuning uchun hozir Elifga bitta formani qaraymiz. Endi sizlarni qaroringlar balkim adanglar bilan yana gaplashib olasizlarmi, qanaqa bo'ladi, aytasizlar, lekin o'sha aytilgandek 100% anaqani egallaganlari o'sha IT'ni ham o'rganishlari, mentalni ham o'rganishlari, ya'ni bitta matematikada emas, hozir matematikasi ham, anglizkasi ham yaxshi bo'lgan o'quvchilar qolgan sohalarni bemalol olib keta oladi. Ya'ni miya nima bo'ldi? Ochildi. Endi aytganingizdek ko'proq ma'lumot berishimiz kerak, ko'proq bilim berishimiz kerak. Va o'ylayman bizning maktabimizda bu imkoniyatdan foydalanadilar edik. Ayniqsa juda ham xohlaganlarga Alloh chiroyli bitta mukofotini berdi deb o'ylayman. Bekorga emas, o'tgan yil ham bir imkoniyat berildi. Bu yil yana qayta to'la berildi o'sha imkoniyat. Zo'r.